안녕하세요. 저는 O'zbekiston에서 온 Nadiya라고 합니다. Assalomu alaykum azizlarim. Hozir men Kobuksen degan joyga keldim va bu yer sizlarga ko'rsatmoqchiman. Juda ham chiroyli, shinam joylar ko'p. Kobukson degani ya'ni bu toshbaqa. Biz tilda ha to'g'ri eshitdinglar, toshbaqa. Tepadan, osmondan ya'ni qaraganda tepalardan toshbaqaga o'xshagan shaharligi uchun toshbaqa deb nom qo'yilgan. Davay ketdikmi unda? Do'stlarim, sizlarga hozir men tashqaridan turib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu yer to'lqin, bizada dengiz yo'qligi uchun tushuntirishga biroz qiynalyapman, lekin o'zi aslida bu yerda suv shunaqa narsalar bo'ladi. Hozir men sizlarga tashqaridan biroz ko'rsatib, keyin u yoqroqqa dengizga borib ko'rsataman. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan joyimiz juda ham chiroyli, kichkina bolalarimiz mazza qilib o'ynaydigan kecha, ya'ni shu poyezdda shunga o'tirib aylanishadi. Kechqurun bu yoqda svetlar yonib juda ham chiroyli, yaraqlagan joy bo'ladi. Albatta kelishingizlarni va bolalarni olib kelishingizlarni qolaman. Do'stlarim, hozir dengiz bo'yiga keldik. Hozir dengiz bo'yida orqada uzr shamol juda ham kuchli. Keyin xatolar bo'lsa kechirasizlar. Xo'p, men hozir orqadan ko'rinyaptimi? Orqada ko'prik bor. Ko'prikning o'rtasiga borib, mazza qilib dengiz tepasidan tomosha qilish mumkin. Ketdik. Do'stlarim, mana hozir ko'prik bo'yiga keldik. Hozir bu ko'prikdan turib birgalikda tomosha qilamiz. Juda ham chiroyli. Ayniqsa kechqurunlari yonida chiroqlar, hamma narsa zo'r yarki bo'lganda juda ham chiroyli bo'ladi. Albatta sizlar ham kelishinglarni o'zingizlar mazza qilib ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa kechqurun juda ham zo'r. Ishonaveringlar. Bu yoqdan qaraganda juda ham ko'rinadi hamma yoq. Xullas, kelib ko'rib ketinglar iltimos. Xo'p. Bilasizlarmi do'stlarim, hozir yarmigacha keldik, lekin juda ham orqaga qaraganda juda ham havasim kelib ketdi. Shuning uchun sizlarga elingim keldi. Ko'rsanglar, hozir orqada juda ham chiroyli, shinam turar uy-joylar qurilmoqda. Quyosh botishi, quyosh chiqishi, mazza qilib tomosha qilish mumkin. Bir ko'ringlar-da. Qaranglar, qanaqa joyga keldik. Juda ham chiroyli, o'zim ham birinchi marta kelishim. Juda ham zo'r. Do'stlarim, hozir asosiy bu yer, bilasizlarmi, hozir sizlarga aytib o'tganimdek, bu yer juda ham asosiy joy. Nimaga? Bu yerdan turib polni hamma yoqda ko'rish mumkin. Bu yoqqa qarang, juda ham chiroyli tabiat manzara ko'rinishi mumkin. Bu yoqda turar joylar juda ham hamma yoq polni ko'rish mumkin. Juda ham chiroyli. Uzr, lekin men o'zbek tilida juda ham qiynalyapman, sizlarga aytib berishga juda ham qiynalyapman, lekin men tushunasizlar degan umiddaman. Bu tarafga birgalikda boqamizmi? Qaranglar, juda ham chiroyli tog'lar ko'rinyaptimi? Bilasizlarmi, o'zim juda ham xursand, juda ham erkin, juda maza qilib oryapman. Albatta kelishinglarni sizlarga tavsiya qilaman. Yana men do'stlarim, bilasizlar, markaziy joyga kelgan. Juda ham yaxshi ko'ringani uchun hozir bilasizlar, bitta zo'r joyni topdim hozir.
sizlarga ko'rsataman. Uzoqdan ko'rinyaptimi bilmadim. Hozir u yerga borib, juda ham bolalar yaxshi ko'rib va biz yaxshi ko'rgan rasmga tushish joyi ekan. Borib ko'ramizmi? Ketdik. Hozir men sizlarga aytib o'tganimdek, ketyapmiz hozir. Ozgina masofa bor, lekin judayam qiziqib ketyapmiz. Bilasizlar, bu yer koreys tilida o'zinglar bilasizlar, Oringvanja deb ataladi. Ya'ni judayam chiroyli rasmga tushib va albatta o'sha yerdan quyosh botishini birgalikda tomosha qilamiz. Bilasizlarmi, juda zo'r joyga keldim. O'sha sizlarga aytgandim, Toshbaqa ishda ajoyib binolar ajoyib nima desam qanaqa qilib tushuntirishni bilmayapman. Bilasizlar, yaxshi o'zinglar yetib keldik do'stlar. Bilasizlarmi, hozir bu yerga kelib shunaqangi sokin suv ovozlari bilan maza. Hozir bilasizlarmi, quyosh botishi boshlandi. Hozir quyosh botsa, shu yerda turib quyosh botishini ko'rish mumkin. Bir lahza nimalarni o'ylash mumkin, xotiralar maza qilib yoki bo'lmasa esdalik rasmga tushib ketish mumkin. Bilasizlarmi, hozir mazza qilib erkin tomosha qilib juda ham sokin. Bilasizlarmi, nima haqida o'yladim? Albatta oila a'zolarim bilan kelmoqchiman. Shunaqangi chiroyli binolar, qanaqadir ajoyibda. Albatta sizlar ham kelishlarini xohlardim. Birgalikda shunaqangi chiroyli manzarani ko'rishni bitta o'zim ko'rganim uchun juda ham xullas tushundinglar nima demoqchiman. Bilasizlarmi, keyingi qismda albatta boshqa o'rtog'im, boshqa ya'ni keyingi qismda o'rtog'im bilan ko'rishasizlar degan va chiroyli joylarni sizlarga tavsiya qiladi. Albatta tomosha qilinglar. Do'stlar, endi biz vaqtimiz tugadi. Chegaralarni ko'rishguncha